Kuni kecha bizga telefon qilishdi. Amerikalik sayyoh Istanbulda ekan, Fransiyaga jo'tmasi bor ekan, Fransiyadagi sevgilisiga tug'ilgan kun sovg'asi bor ekan va maktubi bor ekan. Gaplashib oldik. Hozir buni upakovka jarayonidamiz. Daftari bor, Kojining daftari ekan. Keyin Istanbuldan olingan chiroyli ruchkasi bor ekan. Badarishi shunaqa ruchkasi bor ekan va ichida sevgi maktubi bor. Shunaqa inglizcha yozilgan o'zining sevgilisiga. Buni biz inshaalloh chiroyli qilib upakovka qilib turib jo'natib beramiz. Fransiyaga bir kunda yetib boradi FedEx Express bilan. Sovg'alarni ham chiroyli yopib oldik. Mana qog'oz paketga qo'yib, endi sumkasiga qo'yib, ustidan o'sha ezilmasligi uchun o'raymiz. Keyin FedExni paketiga solamiz, sumkasiga. Buyurtmamiz ham tayyor bo'ldi. Shunaqa upakovka bilan chiqib ketdi Fransiyaga. Inshaalloh bu ham bir kunda yetib boradi. O'zi bizlarda 60% klientimiz, o'zimizning постоянно optoviy klientimiz bo'lsa, qolgan 40% Istanbulga kelgan sayyohlar bo'ladi. Istanbulga kelgan sayyohlarning ortiqcha bagajlari bo'lsa, kimgadir masalan boshqa mamlakatdagi qarindoshiga, sevgilisiga shunaqa maktublari, shunaqa podarkalari bo'lsa, jo'natib beryapmiz. Hammasi bizlarda Express bilasizlar. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, Turkiyada bizlarda onlayn bilan ham ishlaymiz. Misol siz Amerikada bo'lasizmi, Kanadada bo'lasizmi, bizga yozsangiz WhatsAppdan nimadir kerak bo'lsa, inshaalloh topib berib, chiroyli narx qilib jo'natib beramiz inshaalloh hammasiga.